Assalomu alaykum hurmatli brifing kuzatuvchilari. Bugungi brifing mavzusi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlariga davlat ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarini taqdim etish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonining mazmun-mohiyati yuzasidan. Farmonga ko'ra 2026-yil 1-fevraldan ijtimoiy himoya yagona reyestri va kambag'al oilalar reyestri negizida yagona ijtimoiy reyestr yuritiladi. Ijtimoiy reyestr yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimida yuritilib, davlat ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari taqdim etiladigan oilalar, shaxslarni aniqlash va ularning ijtimoiy-iqtisodiy holatini baholash vazifalarini bajaradi. Ijtimoiy reyestrda oilalar ijtimoiy-iqtisodiy holatidan kelib chiqib, davlat ta'minotidagi oila, kambag'al oila va kambag'allik chegarasidagi oila toifalariga ajratiladi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarning toifalarini belgilashning quyidagi tartibi joriy etiladi. Oila a'zolari mehnatga layoqatsiz yoki mehnat qilish imkoniyati cheklangan va ularning har biriga to'g'ri keladigan jami o'rtacha oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlaridan kam bo'lgan belgilangan oilalar davlat ta'minotidagi oila toifasiga kiritiladi. Oila a'zolari mehnatga layoqatli yoki mehnat qilish imkoniyatiga ega bo'lgan va ularning har biriga to'g'ri keladigan jami o'rtacha oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlaridan kam bo'lgan oilalar kambag'al oila toifasiga kiritiladi. Oila a'zolarining har biriga to'g'ri keladigan jami o'rtacha oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlarining 1 baravaridan 1,5 baravarigacha bo'lgan quyidagi oilalar kambag'allik chegarasidagi oila toifasiga kiritiladi. Davlat ta'minotidagi oila yoki kambag'al oila toifalaridan chiqarilgan oilalar mahalla yettiligining tavsiyasi asosida farmonda belgilangan og'ir hayotiy vaziyatga tushib qolgan oila deb topilgan oilalar. Farmonga asosan ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordam to'lashning quyidagi tartibi joriy etiladi. Davlat ta'minotidagi oila toifasidagi oilalarga ijtimoiy xizmat va yordamlar, shu jumladan bolalar nafaqasi va moddiy yordam ularning mazkur toifada bo'lgan davrida oila a'zolarining bandlik holatidan qat'iy nazar va qo'shimcha murojaat talab etmagan holda ko'rsatib boriladi. Bunda oilaning ijtimoiy-iqtisodiy holati oila ijtimoiy reyestrga kiritilgandan 12 oydan so'ng qayta baholanadi. Bundan oilaning holati vazirlik va idoralarning axborot tizimlari orqali o'rganilishi mustasno. Kambag'al oila toifasiga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam ular tayinlangan vaqtdan e'tiboran 6 oy davomida oilaning mehnatga layoqatli a'zolarining rasmiy bandligini ta'minlash sharti bilan tayinlanadi. Mehnatga layoqatli oila a'zolarining rasmiy bandligi ta'minlanganda bolalar nafaqasi yoxud moddiy yordam qo'shimcha murojaat talab qilmagan holda uzluksiz to'lab boriladi. Oilaning mehnatga layoqatli a'zolarining rasmiy bandligi ta'minlash sharti bajarilmaganda bolalar nafaqasi va moddiy yordam to'lash to'xtatiladi. Bunda oila bolalar nafaqasi va moddiy yordam olish uchun qayta murojaat qilganda kambag'al oila toifasiga kiritilgani uchun oilaning mehnatga layoqatli a'zolarining bandligini istisno etuvchi qoida 6 oy davomida qo'llanilmaydi. Kambag'allik chegarasidagi oila toifasiga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oilalar mazkur toifaga kiritilgan vaqtdan e'tiboran 6 oy davomida to'lanadi. Oila a'zolarining har biriga to'g'ri keladigan jami o'rtacha oylik daromad minimal iste'mol xarajatlarining 1 baravaridan 1,25 baravargacha bo'lganda ularga to'lanadigan bolalar nafaqasi yoki moddiy yordamning miqdori ushbu nafaqa yoki moddiy yordamning 75% ni tashkil etadi. Oila a'zolarining har biriga to'g'ri keladigan jami o'rtacha oylik daromad minimal iste'mol xarajatlarining 1,25 baravaridan 1,5 baravarigacha bo'lganda esa tegishli nafaqa yoki moddiy yordamning 50% ni tashkil etadi. Farmonga asosan 2026-yil 1-fevraldan davlat ta'minotidagi oila toifasiga kiritilgan oilalar uchun quyidagilarni o'z ichiga olgan ijtimoiy yordam paketi joriy etiladi. Ushbu oilalar xonadoniga quvvati 7 kilovatdan 10 kilovatli quyosh panellarini o'rnatish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha subsidiya ajratiladi. Ushbu oilalarga oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasida tijorat banklari orqali 4 yilgacha bazaviy hisoblash miqdorining 75 baravargacha quyidagi maqsad va shartlarda kredit ajratiladi. Kredit oilaning mehnatga layoqatli a'zolarining bandligini ta'minlash, tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki kengaytirish, shu jumladan chorvamonlari, parranda, quyon, baliq asalari uyasi, ko'chma do'konlar, motoroller, skuter va boshqa asosiy vositalarni sotib olish yoki issiqxona qurish uchun ajratiladi. Kredit 1 yillik imtiyozli davr bilan davlat ta'minotidagi oila toifasidagi oila a'zolarining ijtimoiy kartasiga o'tkaziladi.
Kredit foiz stavkasi oila tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasidagi foiz stavkasida hisoblanadi va foiz to'lovlari kambag'allikni qisqartirish davlat maqsadli jamg'armasiga davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar hisobidan tijorat banklariga qoplab beriladi. Oilalarni ijtimoiy reyestrga kiritish, toifalarni belgilash va undan chiqarishga doir nizolarni tezkorlikda hal etish maqsadida 2026-yil 1-fevraldan tuman shahar hokimliklari huzurida apellyatsiya kengashi tashkil etiladi. Bunda apellyatsiya kengashi o'z faoliyatini davlat organlari, boshqa tashkilotlar va mansabdor shaxslardan mustaqil amalga oshiradi. Apellyatsiya kengashi oilalarni ijtimoiy reyestrga kiritish bo'yicha dalolatnoma yoki xulosalarni qisman yoki to'liq bekor qilish yoxud ularga o'zgartirish kiritish bo'yicha mahalla yettiligiga majburiyat yuklash haqida qarorlar qabul qiladi. E'tiboringiz uchun tashakkur.